Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar, hammanglarga Allohning salomi bo'lsin. Tövəndə hörlük ruhi to'g'risida qarindoshlarga qisqacha bir ko'ngil so'zimni so'zlab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Hörlük ruhi bo'lsa, mustaqillikqa, hörlükka, erkinlikka qul bo'lib qolmaslikqa intilish hamda bu yo'lda amaliy harakat qilish ruhidir. Shuningdek, hozirgi bizga o'xshash mustamlikada qolgan, zimini tajovuzchilik uchirgan, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan, ya'ni tajovuzchi Xitoy tarafidan zimni tortib olingan Uyg'ur millati uchun hurlik, mustaqillik yo'lida izlanish, harakatga o'tish ruhidir. Tarixga qaraydigan bo'lsak, hurlik ruhiga ega bo'lgan insonlar nəhayət az bo'lib kelgan. Ya'ni bu yo'lda bedel to'laydiganlar nəhayət az bo'lib kelgan. Ammo ta'sir kuchi zo'r bo'lgan. Jumladan cho'ng voqealar, ya'ni o'zgarishlar sababchi bo'lgan nurg'ulg'an tarixiy voqealiklar bor. Ya'ni onun da hayatını, cismaniyetini, qinini bedel qilib to'lagan qarindoshlarni biz qahramon, inqilobchi deb atab keldik. Dinimizda bo'lsa shahid, mujohid deb atab keldik. Ammo yasab chiqilgan qulluq, teslimiyetçi ruhiga qahramonlarni biz hurlik ruhiga ega demaymiz. Öz tariximizga qaraydigan bo'lsak, Sabit Damullam, Alixon Töre, Osman Batur, Sadir Palvon, Mamtili Tavbiq Efendim, 5 fevral G'ulji qirg'inchiligidagi Abduxalil Abdumajid, Barın inqilobidagi Zeydin Yusuf Damullam, 5 iyun Urumchi qirg'inchiligidagi nomsiz qahramonlar Ko'k Maykalik qiz Dilbar, tajovuzchi Xitoyga qarshi tankini oldiga chiqqan Hasılık ana qatarlı qahramonlarda kuchli hurlik ruhi bor edi. Dünya tarixiga qaraydigan bo'lsak, bizga tanishliq bo'lgan Qumluq sheri deb atalgan Liviyalik Ömer Muxtar, ya'ni umri mustaqillikka bag'ishlangan Shamil Basayev, mujohid va faylasuf Ali Izzat Bekovich, Sparta, Kontakinti, Hindiston davlat atisi Gandhi, shundaqla inglizlarga qarshi jang qilgan Shotlandiya xalqining qahramoni William Wallace qatorli qahramonlarda kuchli hurlik ruhi bo'lgan. Endi men bu yerda til olmoqchi bo'lgan hurlik ruhi bo'lsa, mustaqillikka intilish ruhini ko'rsatadi. Biz vatan ko'rish uchun badanni chiniqtirishimiz, sog'lom uzuqlanishimiz kerak deb tavsiya qildik. Undaqda buningga mos holda bizda vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqilligiga ishonadigan, bu yo'lda jonni fido qila oladigan hurlik ruhi bo'lib baqdimi. Biz hozir bu ruhga bekmi ehtiyojli. Bizda hurlikka intiladigan ruh bo'lsa, vatan avval qalbimizda qurildi. Ondan bu ruh bizni harakatga keltirdi. İçimizdeki pul topgan boylar, o'qigan ziyolilar, toshqan olim ulamolarning va yoki har qanday Uyg'urda hurlik ruhi bo'lmasa, boy iqtisodiy millat uchun sarf qilmaydi. Ziyoli olim ulamolar qanchalik o'qib kelsin, muvaffaqiyat qozonsin, millatga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Demak, bizda tan sog'lom bo'lish bilan birga hurlik ruhi bo'lmasa, biz yanla haqiqiy harakatga kelolmaymiz. Birlasholmaymiz. Bu vatan uchun tümüyle misal kabi bir tomchi suv bo'la olmaymiz. Aslida bo'la olaydik, lekin bu ruh yo'q yoki ojiz bo'lg'achqa bo'lamaymiz. Bizda dal mushu hurlik ruhi bo'lg'achqa, garchi sonimiz az bo'lsa-mu bir yerga yig'ildik. Doim bir ish qilsak bo'ldi deb tipirlaymiz. Ba'zi içimiz sıkıldı. Rengimiz, jim turolmaymiz,
etrafimizdeki qulluq razı bo'layotgan hörlük ruhi o'lgan insonlarga qarab ishimiz siqiladi, ichimiz pushadi. Umidlanamiz. Türkiye'nin istiqlal marşidagi şu so'zlardan bek ta'sirlanaman. Ben ezelden beri hör yaşadım, hör yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Biz mi düşünmemiz tecavüz Xitay şundaq deymiz ki, men hör doğuldum, hör yaşadım, hör yaşayman. Bizning sen bilan hech qandaq beg'imiz, nasabimiz, hatta hiç o'xshashligimiz yo'q. Sen bizni inson qalbidan chiqqan vaslar bilan o'zan qilmoqchi, ammo avara bo'lma. Sen mangu bizni o'zingga o'xshatolmaysan. Allah xohlasa vatanimizda bo'lgan tuproqlar sening mozoring bo'ldi. Bu topraklar hör bo'ldi inşallah. Xalqimiz hör bo'ladi, biz hör yaşaymiz. Hörlükni unutmagan, hörlük uchun hayotini bag'ishlagan, vatanimizning mustaqillik azodlik uchun o'zining fidokorlik, qahramonlik ruhi bilan bedel to'lab o'tayotgan barliq qarindoshlarga Allohning salom bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.